Mebel planiga ham yetib keldik. Расстановка mebelda birinchi bo'lib demak stadiyasini proyektniga va filtr по stadiyami ham proyektni qilib olamiz va bu yerda Polni shablonini asosida shablon yasab olamiz. 13 mebel. Применить quyidagi holda keldi. Faqat menda devorlarim endi bunaqa oppoq bo'lib turishi shart emas. Shuning uchun devor secheniyasini o'zimiz yaxshi ko'rgan seriya rangi bo'yab olamiz. Mana bunisiga liniya qalinligi 4 qilib qo'yamiz bu yoqda. Rangini qora bo'lursin. Ya'ni secheniya liniyalari qoraga bo'yaladi va xuddi shu rangga kolonnalarimizni ham bo'yab olamiz. Несущие колонны. Rangi серый. Okey. Liniya secheniyani 4 qilib qo'yamiz. Rangi qora. Okey, okey. Применить. Bir xil rangda bo'lishdi. Ana endi mebelni bu yoqda biz yoqib qo'yamiz mana. Mebel. Применить. Okey. Okey. Xo'sh. Endi перекрытиялар bo'yicha ham перекрытияларimiz в принципе oppoq bo'lsa ham bo'ladi. Mana biz stены не отделкаdan птичкасini o'chirib qo'yamiz. Полутон yoqilishi uchun. Получается bizda в принципе bu kerak emas bu filtr. Так, пол существующий filtr ham kerak emas. Stены отделка видимость o'chib turibdi. Bu yaxshi. Bu yoqqa biz ikkita filtr qo'shishimiz kerak. Bu заказной mebel va standart mebel bo'yicha. Undan oldin demak перекрытиyaga tushamiz. Поверхностini oq rangga bo'yab qo'yamiz. Okey. Mana bunaqasi oppoq bo'ldi va polutonni ham yoqamiz. Okey. Okey. Endi vaqtinchalik model yasashimizdan oldin ikkita kontekstning mebel yasab qo'yamiz. Bular shunchaki o'sha grafikasini настройка olishimiz uchun oddiy box o'stiramiz. Okey. Bundan bitta kopiya olamiz. Va endi filtr yasashimiz kerak bo'ladi. Masalan, model mebel комментарий типа размеру заказная deylik. Okey. Ikkinchisiga model mebel bu ham no'sh chiqdi. Комментарий типа размеру стандартный. Okey. Hop, настройки kiramiz. Filtrы, добавить, изменить, создать. Bu yerda ham создать qilamiz. Nomini mebel стандартный deymiz. Bu yoqda kategoriyada mebelni tanlaymiz. Скрыть. Shartiga комментарий типа размеру равно стандартный. Применить. Va xuddi o'zidan kopiya olib turib eliminat qilamiz deb buni mebel заказная deymiz. Va buni комментарий типа размеру заказная tanlaymiz. Применить. Okey. Bu spiskadan kontrol bilan ikkalovini bosamiz, qo'shib olamiz. Va bularga endi rang berishimiz kerak. Ranglarni цветовое обозначениеda qanaqa rang bergan bo'lsak, xuddi shuni berib olishimiz kerak. Так, mana mebel индивидуальный. Va bunisi mebel standartni. Standartning rangini ko'ramiz. 206 196. 206 196 189. Okey. Splashna zaливка deymiz. Okey. Применить. Mana mebelimiz bo'yaldi. Va individualniy mebelimizniki yoki заказной 162 225. 217. Okey. Okey. Применить. Okey.
Ko'ringiz, mana ranglari joy-joyiga tushdi. Saqlanib qolamiz. Listlarda mebel varog'imizni ochamiz. Plan расстановки mebeli. Planimizni bu yoqqa tashlaymiz. Masshtab 1 ga 50. Bu yerda imyani tanlab qo'ysak ham bo'ladi. Shablon darslarning ichida buni legendasini tayyorlaganmidik, tayyorlamaganmidik? Yo'q, tayyorlamagan ekanmiz. Bo'lmasa alohida qo'llanamiz. Xo'sh, ana endi bizda proyektimizni, loyihamizni eng qiziq qismlaridan bittasi boshlanadi. Biz mebel modelingi bilan shug'ullanamiz. Bu proyektimizda 49 tacha mebel bor. Albatta uni hammasini modellamaymiz. Ba'zilarini, ya'ni orasidagi eng qiyin va eng qiziqroqlarini modellab ko'rsataman. Shu mebellarni modellash prinsiplarini o'zinglar mebel modellayotganda ishlatsanglar ancha oson bo'ladi. Chunki 49 ta mebelni boshidan oxirigacha modellagan bilan dars davomida zerikib qolasizlar. Shuning uchun eng qiziqlarini modellab ko'rsataman. Qolganlarini bergan fayllarimizdan o'zim ham ko'rsataman. Qanaqa загрузка qilishni загрузка qilib joy-joyiga qo'yib chiqamiz. Tak, bu yerda eshiklar uchun ham видимостьni sal detalizatsiya oshirib qo'yamiz. Proyom emas. Da, mana shunaqa ko'rinib tursin. Niskiy, средний qo'yib qo'ydim. Okey. Bularni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi.